Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 11 oktyabr 2025 yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunikani o'rab bo'ldik. Bu laboni atroflariga tunika qoplaganmiz. Bolida akamizni shunaqa rezinkasi bor ekan. Bizda ham shunaqa rezinkalar bor. Alohida sotilaveradi ham, tunika qoplasiga ham qo'yib beraveramiz. Boliga uloqsiz va bunaqa listlari ham bor. Hech qanaqa uloq tushmaydi, butun holatda bo'ladi. Bu laboni mana bu joylari mana konteyner pollar qo'yilgan. Silliqi biror narsa tormizda tegadigan bo'lsa ya qattiqroq yuklansa, shu tunikani va kuzovga zarba o'tishini to'sib turadi. Penaplekslar ham shunaqa vaziyatda yordam beradi. Hashay-pashay tushmaydi, issiq sovuqda salonni orqasini o'tkazmaslik uchun qo'yiladi. Murojaat qilish uchun mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Alohida yoniga sondiqchalarimiz bor. Videolarimizda qo'yganmiz. Akkumulyator to'sib, ichiga narsa arqon-farqonlarni solib yursa bo'laveradigan holatda bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, fikrlaringizni qoldiringlar. Kamchiliklarni kommentariy yozib qo'yishingiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.